Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanal obunachilari. Mana NM77 modelini mijozlarimiz kelgan. Olib ketishadi, xudo xolasa. Hozir mana texnik ko'rikda mashinamiz. Kecha bitta ma'lumot aytish esimdan chiqibdi. Esimdan chiqmadi, xato aytibman bu ma'lumotni. Ya'ni razmer kuzov bor-ku, bu razmeri получается hozir metrda o'lchamam. Polni birga bir hisoblagan taqdirda metrda o'lchadim. Uzunligi 4.45 chiqdi. Eskisi 4.20 edi uzunligi. Eniga 1.90 atrofida, 1.85 atrofida aylanardi. Hozir 2.5 qildi eniga. Bu yon tarafdan ham e'tibor bersanglar, zazor bor-da yonidan ham ancha. Keyin balandligi 2.5 qildi. Shunda 18.7 kuba chiqaryapti-da buni. Hozir ichlarini ham ko'rsataman. Ichlarini ochinglar. Ko'raylik. 5 tonnalikmi, 2 tonnalikmi farqiga bormaysizlar, bora buni ko'rib. Ashka bo'lmagan, buni izotermasi ham chiqadi. Baki 100 talik, rasxoti 12 ta, 13 ta, yukingiz bilan ketaverasiz darniga qarab. Lekin ramalari. Buni ko'rsatayim mashinani yorug'ida, kecha qorong'ida ko'rsatib ham bo'lmadi. Motorlar 105-64G motoridan, yaponskiy motor. Akalar polni mashinani ko'rib, mashina haqida ma'lumot olib, bizning servis xodimlari ham ma'lumot berib, mashina haqida moya almashtirish bor, birinchi moya. Tekshiryapti hozir. Maksimal klientlarga har yangi mashinani bir boshdan diagnostika qilib, mashinani tekshirib, TO deyiladi. Birinchi texnik ko'rikdan o'tkazib, mashina keyin mijozlar dokumentga boradi, mashinani ko'rib oldik, hammasi yaxshi deb tekshiradi, keyin ruxsat olingandan keyin, mijozdan ruxsat olingandan keyin mashina dokumentlari qilinib mijozga topshiriladi. Servisda polni tekshiriladi shunaqa. Motorlarni kakras ochishni mana ko'rsataman. Ko'rib chiqdi. Moylarni, uruvinlarni. Moy uruvinlarni ham ko'radi hozir polni. Yaxshi hozir ko'ryapti. Akalar shu NM77 modeli. Aloqaga chiqinglar, shartnomalar bor, qilib beramiz. Narxini mayli aytib qo'y. 498.500.000. Buni izotermasi ham bor, refrigeratori ham bor, shassi holati ham bor. Bu furgon holati. Buni narxlari boshqacha bo'ladi. Shu akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli, taglarni ham ko'rsatib o'tib ketay. Bu video bo'ldi, oxirigacha bo'lsin. Taglargacha ko'rsataman. Mana ishlarigacha sotganmiz. Bankadan salarkan to'kosi bilan. Mana. Işte Samarqand, Toshkent kelgan tamom. Qiraliga 320. Akalar hammaga nasib qilsin, tanishlarga borib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.